Kelishildi, xudo xolasa. Aka, rahmat. Dalmasman, so'zlarim aytolmasman, ko'r ahvolimni. Assalomu alaykum yaqinlarimiz. Mana bugun Olov Nur Mediani bugungi mehmoni, do'stimiz, xalqimiz sevgan san'atkor Tolib Musofir do'stimiz kelibdilar. Xursand bo'ldik, mana ijodiy suhbatlashib o'tiribmiz. Rejalarimiz katta. Oldin ana musiqa qo'yib qo'yardik-da san'atkor bilan. Topinglarchi nima haqida gaplashyapmiz? Hamma biladi-ku konsertni. Konsert haqida gaplashib kelishib oldik, xudo xolasa. Kunini tez orada e'lon qilamiz. Xudo xolasa har bitta san'atkorni o'ylaymanki, o'sha Istiqlol san'at saroyida konsert berish orzusi bo'ladi. Mana bizga ham nasib etdi, xudo xolasa tez kunda akam bilan birgalikda chiroyli bitta konsert qilamiz. Hech qaysi konsertga o'xshamagan bir rejalarni qilyapmiz, ideyalarni o'ylayapmiz. O'ylaymizki, mana shu konsert xalqimizga juda ham bir manzur keladi. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ladi. Bilmadim kimlar qaysi joyda